Ma'lumotlarni aytasiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bir kurik, toza bir kurikmi yo? Ha, hozir qarang. 100 ming yurgan, ha? Kam ham ko'p ham yo'q. 100 ming yurgan. Demak, kraska? Kraskasi bor. Arka kirgachasi vakuumchasi bor. Ha, kraska toza, faqat vakuum bor. Unisi javob xudo qolasa. Javob. Probegi ham javob. Hamma joyi javob. Motorlari ochilmagan. Bo'ldi. Motorlari hammasi ochilmagan, zavodskiga turibdi. Chexol qo'yilib, propan qo'yilgan balonlar. Balonlar ham yaxshi holatda ekan. Necha pul deysiz? 112 deyapmiz, kam bor. 112. Qo'lda bering. Buni endi 112 ga olmasligini bilamiz. O'z zamona bozorda yurgan ekansiz. Men o'zi bir oylardan beri bozor chiqqanim yo'q, Toshkentda edim. Endi kelishim. Lekin kuzatib turaman-da bozorlarni. Qarang, buni baland qo'ysak, faqat qo'yiladi, bo'ldi. Hech kim olmaydi ham, so'ramaydi ham, telefon ham qilmaydi. Undan ko'ra sotilayotgan qilib chiroyli qilib qo'yaylik. Siz ham javob ham qo'ymayotgan qilib. Shuning uchun 100 dan pastga bitami yo'qmi? 100 dan pastga bitmaydi. 100 dan pastga bitmaydi, ha? Barobargacha. Barobarga bitmaydi. Tushundim, treyderchilikda ekansiz. Chiroyli qilib, ana qilib, non qolayotgan qilib berasiz. Xudo xolasa. 10 mi ko'nglingiz? Endi sotuvchi qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, oluvchi qancha arzon bo'lsa. Siz 10 bo'lsa bermoqchisiz. Ko'nglingizni bilaman. Uni o'tib beramiz xayriga aka. 10 dan ham o'tib berasiz. O'tib beramiz xayriga. Nima qilamiz? 10 demang, 5 ham demaylik shuni. 102 qilib qo'yaylik, ha 100 ga mayli qo'ymaymiz. 108 qo'ying bo'ladi. 108 ham balandroq ekan. 102 yomon emas. 102 mi 7 mi? 2. Yo'q. Siz 7 deb tushundingiz. Ya, qolib 107 ga chancha bor. 107 ga chiqmasa kerak bo'lsa. 102 qilib qo'yaylik. Yo'q aka. 3chi. 103. Yo'q aka, kam bo'ladi. Ideal mashina, hamma narsa qiling aka, pulni bor. Qarang, 108, 107 yolg'on. Siz ham issiqda ishlab turmay. Misol uchun shartta savdoni qilaylik. Barobar 5 qilib qo'yaman, oxiri qilib, undan pastga bitmaydi qilib qo'yamiz. Kimni yuraversa, keladi, ko'radi, olib ketadi mashinani. Bo'ladi? 106 berishsin bo'ladi. Yo'q, 106 demaylik, qarang, bunday qilaylik, 105 qilib qo'yamiz. Oxiri sunnati ham, boshqasi ham hammasi ichida. Bo'ladimi? Qaysi yo'q. Ha. Keyin chiqmaydi lekin nomni o'tkazib olishadi. Ha. Dokument bo'ladi, ha? Bo'ladi. Bo'ldi. Dokument bo'lagan bo'ladi-mi 105? 105 million. Ma'lumotlarni yana bir qayta aytib o'tamiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan bir kurik probegda kraskasi yo'q, faqat orqa kirlarda ozgina vakuumchasi bor ekan. U kraskaga o'tmaydi, prosta vakuum qilingan. Bilinmay ketgan, hozir ko'rsatamiz uni ham. Motorlarga kulish tegmagan, balon holatlari ham yaxshi, bir sezon yurib beradi hali bizga. Propan gaz balon ustanovka qilingan ekan. 4-pakalina xudo xolasa. Akkumulyator ham o'zini zavodskiy akkumulyatori. Hamma narsasi radnoy motor holatlari, propan qo'yib, chiroyli qilib tayyor qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, 105 million so'mga oxiri bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, telefonlarga aloqaga chiqib bo'lsa sizlar.